Osinjonlar, va nihoyat men Dubayga ketyapman. Degan borda shuni qo'yib olishim kerak edi, lekin topolmadim. Ikkala chamadonni tayyorladim. Erim bilan birgalikda Dubayga dam olgani ketyapmiz. Biz ham qarang, bekorlarni 5 tasini yebsizlar deydiganlar to'ppa-to'g'ri topdiring. Dubayda desiga ham borgan yo'q, shunchaki ayam bilan dadam umraga borganda chamadonlarini tozalab yig'ishtirib qo'ydim Xudoning yo'liga. Korotchi Osinjonlar, endi men ham shahar shevada gapiraman. Mana shu kunlarda ham qaysidir zamonda zakaz qilib vorayotganimga ham malades. Men shunaqangi zo'r qizmanki, o'zimga malades har doimgidek. Oynalarni ham atvar urdim. Ayam bilan orada gaplashib ham o'tirib. Tüpe shaharchani, hamma o'zini bilganini qilsin ekan, o'zimizda olti tariq shevadan qo'ymasin Osinjonlar. Osinjonlar bir xilgi pikmi qizlar bo'ladi-yu, ko'k kulkani yasab oladi o'zlaridan. Ular qanaqa qilib 24 soat o'shnaqa turar ekan, yo ular tug'ma bo'ladimi? To'g'risi ularni ko'rib charchab ketaman, o'zlari charchab ketmasmikan? G'iybat emas, bu shunchaki suhbat. Osinjonlar, bilasizlar, kommentariyada gaplashamiz, yog'in sizlar bilan. So'ralarga o'tsalar chapcha g'iybat ham qilib yuboramiz. Hayit arafasi bo'lganligi uchun bugun hamma joylarni tozaladim, katta teraskani ham tozaladim. Shu yozli kunida kunlarda olganim juda yaxshi bo'lgan ekan. Bugun uylar tozalash paytimda bildim to'g'risi. Chunki har 15 minutda suv ichdim. Har bitta xonadonda bittadan bo'lish kerak ekan Osinjonlar, kunlar ishonaveringlar. Yosh katta odamlar bo'lsa, qaynotangiz bo'lsa, dori-darmonlarni ichgani rosa ham yaxshi ekan. Biznikida ayamlar ko'p dori ichadi. Shuning uchun ayamlarga rosa foydali bo'ldi. To'xtamay duo qilishyapti. Bolalarim ham arzonga yuguraverdi, shu bolalarimni o'ylab zakaz qildim. Issiqda kunida o'zimizga muzdekina suv qilib berar ekan. Bunaqa bo'ladi bo'lamadim to'g'risi. Arzon bor-ku, nima qilaman kunlarda deyardim. No, ba'zadan zakaz qilganligim uchun menga ancha arzon, hamyonbop narxlarda keldi. Eshigim tagiga dastavka qilib berishdi, o'rnatib, suvlari bilan, o'zini одноразовый stakan bakalchiklari bilan, sertifikatlari bilan, servis xizmatlari bilan tashlab ketishdi. Osinjonlar, bilasizlar, men narsa olsam, yaxshilab narxlarini surishtirib olaman. Ham hamyonbop, ham sifatli narsa olishga harakat qilaman. Bozorlarga borib, har bitta magazinga kirib chiqaman kerak bo'lsa, chunki onam menga shunaqa o'rgatgan. Avval yaxshilab ko'r, narxlarini solishtir, sifatini solishtir, keyin olib, yoshligimdan shunaqa o'rgatgan, chunki meni dadamlar doim Rossiyada bo'lishardi. Onam bilan birgalikda bozor qilardik Osinjonlar. Shuning uchun pilisoslarimni ham hamma texnikamda o'zim tekshirib ko'rib olganman. Pilososni mana anchadan beri ishlataman. Texnik Express Fergana bazaga zakaz qilganman Osinjonlar. Eshigim tagigacha olib kelib berishgan. Avval bozorlarda yaxshilab ko'rganman. Narxlarini ko'rib, bu saytdagi narxiga solishtirib, tushunib yetganmanki, shu bozorchilar, magazinchilar oladigan joy ham Texnik Express Ferganaligini tushunib yetganman. Sizlar ham misol uchun biznes qilmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha yerdan olib biznes qilsangiz bo'ladi. Bir dona zakaz qilsangiz ham eshingiz tagigacha olib kelib berishadi. Dastavka xizmatlari samolyotda ishlaydi Osinjonlar.